O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi tomonidan avtotransport vositalarida elektromagnit moslashuvchanlik ko'rsatkich sinovlarini amalga oshiruvchi zamonaviy va jahon talablariga to'liq javob bera oladigan laboratoriya Toshkent viloyatining Piskent tumanida joylashgan. Loyihaning amaliy ahamiyati qurilmadagi elektromagnit moslashuvchanlik manbalari va interferensiyaga sezgir elementlarni aniqlash, elektromagnit moslashuv talablariga javob beradigan qurilmalarni takomillashtirishdan iborat. Shuningdek, elektrotexnika va avtotransport vositalarida elektromagnit moslashuvchanlik ko'rsatkichlarini xalqaro darajasiga olib chiqish maqsad qilingan. Ushbu laboratoriyaga Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputatlari tashrif buyurdi va laboratoriya faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Mavjud muammolar va ularga o'z takliflarini berib o'tishdi. Laboratoriyada biz barcha jarayonlar bilan tanishdik. 2024-yil noyabrdan boshlab belgilangan elektron ro'yxatga turish mavjud. Haqiqatdan ham har bitta fuqaro uyda turib ham o'z o'sha xorijda ishlab chiqarilgan transport vositasini xarid qilgandan keyin, davlatimizga kiritilgandan keyin shu transport vositasi uni aynan mana shu elektron moslashuvchanlikka tekshirish uchun ro'yxatda turadi. Uni uyda turib ham mana shu ro'yxatda turishi mumkin va ro'yxatda vaqt kelgandan keyin aynan o'z transport vositasini olib kelib shu laboratoriyada sinovlarni o'tkazishi mumkin ekan. Albatta bunday sinovlar kerak, lekin bu sinovlarni biz jadallashtirish yo'llarini topishimiz kerak. Yurtimizga kirib kelayotgan avtotransport vositalari elektromagnit mosligi bo'yicha muvofiqlikni baholash ishlari Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan elektromagnit mosligi bo'yicha sinovlardan o'tkazilishi belgilangan. Hozirda yengil avtotransport vositalari uchun davlat reyestrida bo'lgan 81 ta turini ma'qullash hujjati mavjud bo'lib, shundan 10 tasi mahalliy ishlab chiqaruvchilar, 71 tasi import qiluvchilar hisobiga to'g'ri keladi. Bugungi kunda shu amalga oshirilayotgan sinovlarni, shu navbatlarni tartibga solish uchun elektron navbatga olish tizimi joriy qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda aholining o'rtasida, foydalanuvchilar o'rtasida turli xil holatlar yoki to'g'risida yoki har xil korrupsiya omillari to'g'risida fikrlarni oldini olish maqsadida tizimimizni doimiy takomillashtirib boriladi. Xususan, oxirgi qo'llanilgan choralardan natijasida mabodo qaysidir fuqaro yoki foydalanuvchi tomonidan qanaqangidir bir til biriktirish orqali elektron navbatda aylanib o'tish yoki sinovga navbatsiz kirib chiqish holatlari kuzatilgan holat mabodo agar sodir bo'ladigan bo'lsa ham, bizani boshqa maxsus axborot tizimimizda, o'sha E-laboratoriya axborot tizimimizda o'tkazilgan sinov bayonnomasini shakllantirish imkoniyati bo'lmaydi. Chunki barcha axborot tizimlarimiz o'zaro integratsiyaga ega. Hozirda ushbu laboratoriya kuniga 96 ta avtomobil sinovlarini o'tkazish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Laboratoriya 24 ga 7 shaklda faoliyat olib bormoqda.